Mana. Kaliti yoqqanimizda mana bu yerda akkumulyator qancha qolganini aytyapti. Hammasini yashil bitta deb qizil turibdi. Mana shu yashillar o'chib qizilga borganda zaryadga qo'yaveradi. Mana spinasini buni bitta orqaga qaytarsangiz, spinalari qayta ochiladi. Hatto mana hozir zaryadnilari qo'lam narsalarni tashlab qo'ydilar. Zaryadnilari imaytda avtomati bor. Buni pastga tushirib qo'ysangiz, skuter polni o'chadi. Yonmaydi. Faqat kaliti bor odam spinani ochib, buni tepaga ko'tarsa, keyin yonadi skuter. Mana bu zaryadniyi 70 kW 20 ampere zaryadnilar. Bo'layotganda aytib turadi mana necha foiz zaryadi bor, aytib turadi hamma yo'g'i. 20% qolganda skuterni zaryadga qo'yasiz. Buni zaryad tug'lamasdan oldin zaryadga qo'yib qo'ymang yoki mahallaga chiqib qo'ymayapti, akkumulyator tezroq chiqaradi. Sovugandan keyin zaryadga qo'yaverasiz. Sovutib. Mana necha zaryad qiladigan joylari, mana shu pastdan zaryadlanadi. Bag'al 220 ga, keyin bag'ini zaryadga qo'ying. Namarot bo'lar ekan. Kechmay undan qo'shim o'chadi. Baytam o'chadi. Bunga qo'ysangiz umuman to'k uziladi skuterdan. Uziladi umuman. Men bu yopiq qolsa ochilmaydi. Mana uni orqaga qaytarishga ochiladi. Mana hozir bu o'chdi. Mana o'chdi. Ochilmayapti. Buni bitta orqaga qaytarasiz, ochiladi. Keyin buni bitta yoqasiz, mana skuter yon boradi. Mana endi orqalarini ochib ko'rsatib bersam, banda joylari. Mana bitta ham o'zining ichida kaskalari chiqadi. Mana yomg'irda xohlasangiz ustiga kiyib bo'ladi. Bo'lmasam skuterni ustiga o'rab qo'ysangiz ham bo'laveradi. Kaskani ochkilari mana qonliqchalari xudo xolasa. Buni ham mana maytda ham bitta barda joy, bag'da ham bitta barda joylari bor. Xuddi chaqmadi. Qimmatlaysiz, qalbingiz yonadi. Qulfni ochishni istaysiz, o'chadi. Qulflashni qo'ysangiz, kimdir kelsa chiyillab ovoz chiqarib beradi. Yurg'izadigan kalitlari Nimaga chillamaydigan qilib bersangiz bo'ldi, ketadi. chillamaydi hozir. Bu yurg'izadigan kalitlari bu barda joyda kalitlari. Hammasi ikkitadan, qulflari ham ikkitadan. Bittasi zapaska, zapaskalari bemalol saqlab ketsa bo'ladi. Faqat yoqadi. Bir ikki bo'laveradi, bir. Ashtadan estiga beraveradi. Bir ikki uch ekanda, ha? Signallari ham mana balandgina. Bittasiz Bu pоворотник. Поворотник. Mana bu avarinka. Buni tepaga chiqarsangiz, ezib qo'ysangiz, avarinkasi yonadi. Olddan mana ko'rinishlari avarinkalari, orqada ham avarinkalari yonib, qarang. Bu farami bu. Bu farasi. Bu fattalni yonadi, fara yonadi. Bu hammasi o'chadi. Hozir bu o'rtada. O'rtasi fattalni o'zi yondi. Hozir mana bu yonganmi? Yongan turibdi. Bu fattalni yondi, mana uni o'zi. Bittasiz mana fara yondi. Ba'dan buni essiz danli bilishni bo'ladi. Qani bilmaymi? Danli bilishni ekan. Mana bu pоворотникni yoqsa mana oldidan ham pоворотник ko'rinadi, orqadan ham pоворотniklari ko'rinadi. Yonyapti. Oldi orqalari Bu o'rtaga kelib qoladi, keyin qanday? Bu Mana mana o'rtaga qaytsangiz o'chadi, o'rtaga qaytasiz. Tash 310 modelimiz xudo xohlasa. Maksimal tezligi 70, 60, 70 ga chiqaveradi. Bitta zaryad bilan endi yurishingizga qarab, tez yuradigan bo'lsangiz, ham 50, 60 bo'lmasa bundan 60. Ha, 60, 70 bo'ladi. qarashli holatida bo'lamanmi? Shunday Yo'q, birinchi yurayotganda birinchi skoroda yurish tavsiya qilinadi, keyin ketayotganda gaz tashab turib, skorozni o'zgartirib, yana gaz bosib yuraveradi. Oldi ham, orqa ham 7 so'mlik bo'lgani uchun moshina shu yerda o'rnizlari. Bunda 7 qo'yiladi. 7 emas, xudo xolasa ekan. Qachondir teshilim netib, nechidir yillardagi o'shalar bo'lsa, keyin 7 ga talab bo'ladi. Mana orqasida ikkita oyoq qo'yadiganlari, orqasiga odam ola berganingizda ham bemalol qiynalmay oyoqlarini qo'yib ketaveradi, o'z bog'ida ham ketaveradi. Bu xudo xohlasa yugalari mana qatirilgan bo'shlik yaxshi kunlarga buyursangiz, tog'am endi o'ziga ham ma'qul keladi. Menga ma'qul keldi. Buni o'g'lingizga o'tkazib sotib, naqd pulga o'zi narigini olib ketaverasiz bo'lmasa. Kassasi bor, yo'l. Katta yo'lga chiqib 3-ko'lga qo'yib, bitta bosingda faqat kaska kesdan chiqmas. Maza qilib yuborasiz sanki. 60-70 ta tizillab ketaveradi elektrda. Alloh barakasini bersin. Yaxshi kunlarga ishlating, buyurib nasib qilsin. Bitta oldim endi nima bo'lsa. Xudo xolasa. Ha bitta qo'y nima bo'ladi? 10 ta qo'y. Yo'l bilan ketamiz. Yo'l adashib qolamiz. Yo'q, globalda oldiga Yo'q, mana yo'l bilan ketsa, yana u qo'shaqxonani oldidan, u sarmozordan mas bilan ketamiz-da. ha bo'laveradi. Bag'an o'sha yerga olib chiqadi, lekin bilgan yo'lingizdan yuravering. Ha, bo'pti bo'lmasa. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Buyurib nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Xo'p. Bizni Instagram kanalimizga joylayman, ko'rib like bosib qo'yasiz. Hop. Shu.